Grijadan 3 marta operatsiya qilib ham qutula olmagan xolajonimiz bizga keldilar. Bir kurs lecheniyadan keyin odzivlarni eshitamiz. Assalomu alaykum. Meni ko'rayotgan insonlar, mashitga men ham najot istab keldim. O'g'lim olib keldi meni ham chetga. Oldimga qo'rqdim, kirishga ham. Birinchi kirganim o'zi baqirganiga to'polon qo'rqib ketganimni chiqarib yuborishdi, keyin boshqatdan qabul qilishdi. Kirdim, Xudoga shukr, mana bugun 7-kursimiz, 7-kuningiz. 7-kunimiz. 7-kunimiz, birinchi kurs, 7-kunimiz. Xudoga shukr. Ozgina og'riqlarim bo'lsa ham, chim anunda kelganligidan ko'ra ancha yaxshiman, Xudo xolisi. Yana ikkinchi, 3-kursda yana ham yaxshi bilinadi deyishyapti. Umidaxon mana gapiryaptilar, doktorimiz ham aytyaptilar, Xudo xolisi xotirjam qilib sizlarni shirin gaplar bilan kutib olishar ekan. Men shunga ham xursand bo'lib ketdim. O'ziga silab, siypab, sizlarni hamma yog'inglarga qarab, sizlarni joningni ortmasdan, qo'rqitmasdan lecheniyalarni yaxshi qilishar ekan. Nima muammo bilan kelgan edingiz? Men grija operatsiyasi bilan kelgan edim. Necha marta operatsiya bo'lgan? 3 marta operatsiya bo'ldim. 3-martasida niyodashim chiqib qoldi. Depressiya degan narsaga tushib qolibdi umurtqam. O'shalarni kompressiya derkan, o'shalarni to'g'rilab berishyapti, Xudo xolisi. Shifoli bo'lsin. Sizda qolgan og'riqlar, qilayotgan mashqlarimizning og'rig'i Xudo xolisi 10-15 kunda o'tib ketadi. Yana ko'rishamiz 2-kurslarga. Xudo xolisi. Tavsiyalarimizni bajarib turasiz. Xudo xolisi. Shifoli bo'lsin. Bitganingiz kelsin. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'ling. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Ilohim umringlar uzun bo'lib, shifoli dardi. Kasallik o'ziga najot berib turinglar. Amin. Rahmat kattakon. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Sizlar ham Grijadan operatsiyasiz xalos bo'lmoqchi bo'lsanglar, Skelet klinikasiga kelaveringlar. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Like bilan podpiska esdan chiqmasin.